Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men sizlarga aytganimdek, mana qora shahzoda gulini qanday qilib ko'paytirish kerak, mana shuni aytaman va ko'p qizlarimiz yozadi. Qora shahzoda gulimni tepadagi baklari qoldi, pastki baklari to'kilib ketdi deb, u nimadan deb. Uni sabab juda ham ko'p. Har doim aytganman qizlar, agar videomizni oxirigacha ko'rsanglar, albatta tushunib olardinglar. Mayli, hozir men sizlarga yana bir bor aytib o'taman. Mana qora shahzoda gulim, menikini baklari bor pastida, lekin sizlarga uy sharoitida havo o'ta issiq bo'lganidan, hatto suv quyganingizdan yoki bo'lmasa salqin joyda turib qolganidan, mana shulardan, yo bo'lmasam gashok o'zi kichkina bo'lganidan baklar sarg'ayib to'kilib ketgan bo'lishi mumkin. Uyda havo quruq, o'ta issiq joyga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz ham shunday bo'ladi. Endi sizda hozir qora shahzoda gulingiz pastki baklar to'kilib ketgan bo'lsa, siz qo'rqmasdan mana bu joylarda umuman baki yo'q bo'lsa ham siz qo'rqmasdan buni mana bu joydan kesib o'tsangiz bo'laveradi. Pishgan joydan olib mana shunday kesib, pastida baki yo'q bo'lsa ham u albatta ildiz yonidan, ildiz emas, yonidan shoxlarni chiqaradi va kesib olgan shoxingizni siz oson usul bilan chirinka qilib qo'yasiz. Hozir men ko'rsatgan usul bilan. Misol uchun mana meni qora shahzodam, mayada baklari bor. Endi misol uchun yo'q bo'lsa ham men mana shu joydan kesaman buni. Mana kesib oldik. Kesganimizda albatta mana sutlari tomadi. Bu zaharli aytganman. Agar shu suti bilan qo'lingizni, yuzingizni, og'zingizni, ko'zingizni ishqasangiz, ko'zlaringizni, yuzingizni ishirib yuboradi. Shuning uchun ushamanglar yuzinglarni. Darrov kesganimizda suvga solib qo'yamiz. Mana suvga solib qo'ydim. Nimagaki? Sutlari to'xtashi uchun. Mana keyingisini ham kesib olamiz. Albatta pastroqdan kesasiz. Nimaga deganda pishgan joyi shu joyda bo'ladi. Mana kesib oldik. Pishgan joyi shu. Agar siz uchidan kesadigan bo'lsangiz, chirinkangiz chirib qoladi. Chirinkangiz ildiz chiqarmasdan oldin chirib qoladi. Shuning uchun qattiq joyi bor joydan kesing. Mana buni ham suvga solamiz. Sutlari to'xtaydi. 5-10 minutda to'xtab qoladi. Endi mana keyingisini ham ko'rib turganinglardek, buni mana shoxlari bor, pastlarida, hamma yo'qlari joyida. Nimagaki mana men o'tgan yili buni mayatidan kesib qo'yganman, shuning uchun mana taglardan ko'pgina chiqargan. Gullaringiz pishni, pompoq bo'lib o'sishini xohlaydigan bo'lsanglar, siz albatta ularni har doim kesib turishingiz kerak, muntazam. Shundagina yaxshi o'sadi. Hozir biz mana bu shoxini ham kesib olamiz. Mana sizlar kesganinglarda agar pishgan joyini bilmaydigan bo'lsangiz, mana sanaydigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7 ta bakini qo'yib eni kesing. Agar uzoq-uzoqda bak chiqargan bo'lsa, albatta sal kamroq bak qo'yasiz. Endi men sizlarga primerni aytib berdim. Mana buni ham kesib oldik. Endi buni ham suvga solib qo'yamiz. Sutlar to'xtagungacha. Endi men hammasini kesib sizlarga ko'rsataman. Bu gullarimiz juda ham yaxshi o'syapti menda hammasi. Menda ko'rdinglar, juda ham ko'p xillari bor. Pyostrelistnisini o'zi 4 xili bor ekan. Uni ham hozir sizlarga ko'rsataman. Sotib olganlarimizni har doim ko'rsatgandim. Hozir yana sizlarga bir bor ko'rsataman. Mana bo'ladi menimcha. Kesib oldik ko'rganinglardek. Endi bular juda ham yaxshi o'sadi. O'zi aslida mana bularni ham kesib chirinka qilsak bo'ladi. Kesib chirinka qilsak bo'ladi. Agar nima qilsa, hozir buni ham kesib ko'ramiz. Mayli. Mana bu ham yaxshi chirinka chiqdi. Mana bu joyi qattiq bo'lsa bo'ldi. Mana bu yumshoq bo'lsa bu chirinka chiqmaydi. Ildiz chiqarmasdan chirib ketadi. Suvga solib qo'ydik. Endi qo'rqmaymiz qizlar. Agar buni baklari yo'q bo'lganda ham ildiz chiqaradi. Yonidan shoxlarini ham chiqariladi. Mana kesganlarim ko'rib turibsizlar, yonidan chiqaryapti mana. Hozir yana bittasini ham ko'rsataman. 2 ta shoxi bor edi xolos. Shuning uchun kesgandim. Mana yonidan 4 dona shox chiqyapti mana. Ko'rib turgan bo'lsanglar. Shuning uchun qo'rqmasdan kesib maqsanglar bo'ladi. Mana bu bitta dona edi, shoxi o'sib ketayotgandi tepaga qarab. Shuning uchun kesib chirinka qilgandim. Mana yonidan 2 ta chiqdi. Bu 2 ta dona edi, 4 dona bo'lishdi. Juda ham yaxshi. Endi buni to'ralasini ham yana chirinka qiladigan bo'lsam, yana ham pishni bo'lib, gulim chiroyli chiqadi. Endi buni hozir oson yo'l bilan chirinka qilamiz. Bizga kerak bo'ladi mana bunday idish. Agar siz gulingiz kichkinaroq bo'lsa, bundan kichkinaroq idish olsangiz ham bo'ladi. Men hozir sizlarga ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladi strechmi, plyonka deymizmi, bo'laveradi nimasi bo'lsa ham. Hozir gullarni olib qo'yamiz. Menda strech bor. Hozir buni suvlab olamiz. Gruntimizni oldim.
Hozir buni nam qilib suvlab olamiz biz. Keyin qizlar so'rashganda perlitni ikkinchi marta ishlatib bo'ladimi deb juda ko'piga savol yozdi, juda ko'piga yozdim, lekin hammanglarning orqanglardan ulgurmayman ekan. Perlitni ikkinchi bor ishlasanglar bo'ladi. Faqat birinchisida, misol uchun birinchisida 100% ildiz chiqarsa, ikkinchisida 50% chiqaradi. Keyin u perlit tashlab yubormaysiz, torfga qo'shib ishlatsangiz bo'laveradi. Misol uchun 2 garshok torfingiz bo'ladigan bo'lsa, 1 garshok perlit solib ishlatsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Yeringiz yumshoq bo'ladi. Hozir endi mana yopib olamiz. Endi buni men kesib olaman, sizlar ham kesib olasizlar. Shunday yopish kerak bo'ladi. Sizlarda strech bo'lsa, oddiy plyonkadan foydalansanglar ham bo'ladi. Mana yopib qo'ydik. Plyonkamiz qimizlab ketmasligi uchun atrofini skotchlab qo'yamiz. Idishimizni tagiga teshik bo'lish kerak. Nimaga? Biz tagiga ozroq suv quyib qo'yamiz. Shuning uchun tagiga teshik bo'lish kerak. Ana bo'ldi. Endi gulimizni shunga sayib qo'yamiz biz hozir. Sanaymiz nechta dona chirinkamiz borligini. Bizda hozir 6 dona chirinkamiz bor ekan. 6 dona teshikcha kesamiz biz hozir. Mana kesib oldik. Bu gulimizni qora shahzodani men hozir karnivinga ham tekkizmayman, hech narsaga tekkizmasdan mana shu joyga qo'yamiz. Mana qo'ydik, tagini salgina bosib qo'yamiz. Undan keyin sal kichikrog'ini qo'ysak ham bo'ladi. Undan keyin yana kattarog'ini qo'yamiz. Tagini salgina bosib qo'yamiz. Bu idishimizni tagi teshik, aytdim-a. So'raydiganlar bo'ladi. Agar teplichka sharoitida teplichka qiladigan bo'lsangiz, unda paket teshik bo'lmasligi kerak. Biz buni teshib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Gulimizni ekib qo'ydik. Endi hozir sizlarga ko'rsatsam, mana buni tagida spesialniy o'zining teshiklari bor. Mabodo suv u yoqda ko'payib ketadigan bo'lsa, oshiqcha suv chiqib ketishi kerak. Agar tagiga hozir biz suvli idish qo'yib qo'yamiz, nimaga namlik ularga yetib turishi kerak bo'ladi. Menda shunaqa idishim bor. Hozir shunga suv qo'yamiz. Mana kamroq suv quyib qo'ydik. Endi biz gullarimizni shunga qo'yib qo'yamiz idishi bilan. Salgina tagini bosib qo'yamiz. Mana shunday turadi. Tagida o'zining suvi bor. Namlik ularga yetib turadi. Mana shunday gulimiz 20 kunda ildiz chiqaradi. Qora shahzoda gulimiz 20 kunda ildiz chiqaradi. Hurmatli obunachilar, hozir buni endi siz ustidan sal-pal suv sepib tursangiz bo'ladi, sprey qilib 2 kunda bir sprey qilsangiz bo'ladi, lekin buni tagida ildizidan namlik yetib turgani uchun unaqa suv quymaymiz. Shuning uchun ozginadan sprey qilib tursangiz bo'ladi 2 kunda bir. Boshqa hech narsa qilmaysizlar, 20 kunda o'sha ildiz chiqaradi. Karnivin hech narsa shart emas bunga. Keyin so'raganlar bo'lganda orxideya gulingizni ko'rsating deb, mana orxideya gulim ochilgani hali ham turibdi. Ochilgan, mana bu butonlari mana ochilaman deb qoldi. Mana yonidan yana bitta chiqargan. Keyin yangi ochilgan o'sha butonning yonidan men o'sha pastani yana suypab qo'ygandim. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, yana mana bu joydan buton yo bo'lmasam shoxini chiqaryapti. Mana bu joydan ham mana chiqaryapti. Uni ham shilib turib nima qilib qo'ydim, nimagaki shunda orxideya gulimiz to'xtamasdan gullaydi. Chiqargan shoximiz mana shunday turibdi. Hali unaqa o'sib o'zgarish bo'lgani yo'q. Mana so'raganlarga, orxideya gulimizni so'raganlarga mana ko'rsatib qo'ydik. Kalanxoya gulimiz ham ochilay deb qoldi. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Mana kalanxoya gulimiz mana butonlari bilan juda ham chiroyli turibdi. Ancha katta bo'lib qolishdi. Endi xudo xohlasa ochilib ham qoladi. Amarilis gulini ham ekkandik. Gipastrum gulini mana kichkina bolachasini shoxini chiqardi. Ildiz chiqaribdi u. Haligi ko'paytirganimiz o'zi mana hali
chiqargani yo'q, endi chiqarib qoladi. Endi sizlarga qora shahzoda gullarim qolganlarini ham ko'rsataman. Mana bu oxirgi sotib olganimiz. Pyostralisniy bu ham. Undan keyin mana pastdagilari bor. Mana bunday, mana baklari sal qandaydir oqroq, sarg'ichroq. Bundan ham ikkita. Keyingisi mana qizil pyostralisniy, u oq emas. Undan keyin bu qorasi. Mana xudo xolasa kolleksiya to'playapmiz. Bundan ham ko'p qilishga harakat qilamiz. Yana boshqachalarni ham sotib olishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qo'ygizasizlar. Javoblarni berishga harakat qilamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat.